Endi televizorimiz YouTube ishlamayapti. Ilovalar tortyapmiz. Umuman bir ma'nosi, foydasi bo'lmayapti. Biz yuqorida bir nechta videolar qildik. Meni qo'limda Smart TV, Smart TV, YouTube ilovalari, keyin youtube.com saytini ochadigan ilovalar bor. Qiziqqanlar chiqsin aloqaga. Men moslashtirib o'sha chiqarib beraman televizoriga degan edim. Ko'pchilik buni menimcha pulli deb o'yladi. Yo'q, bepul. Mutlaqo bepul. 20.024.23.75 ga chiqasizlar. Xo'p, endi fleshkasiz. Masalan, YouTube ishlamayapti. Sizda rasmiy televizor YouTube ishlamayapti. Sizda yechim menku xotirasiga o'rnatib qo'yganman televizorda. Tak. Mana shu ilova, mana. Xolos shu ilovani Chromedan yuklab olasizlar. Downloads desalaringiz, bu ilova televizorga Play Market bo'lib beradi va o'sha ilovada Smart TV bor. Smart TV mana bu ilova. Mana bu ilova bor o'shanda. Chiqdi, qo'yildi saytga. Hozir yuklanyapti. O'sha televizorda muammosi borlar. Agarda bu ilova ham ishlamasa, chiqingizlar orqaga. Vaziyatga qarab, bilimimiz va ilmimiz yetgan darajasida hamma ham zo'rmas. Hamma ham o'sha ilmi va biladigan darajasida yordam beradi. Shunaqa gaplar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.